tinchlik metroni yonidan yuzlaganlar uchun byudjetli narxda bitta zo'r uyimiz chiqdi. Joylashgan joyini bitta ko'rsatib o'tamiz. G'uncha bozorchasi, mana shu yerda tinchlik metrosi joylashgan. Bu tomon Beruniyga ketish yo'li, bu tomonda Registon xususiy maktabi, bu yoqda esa Korzinka, bu yoq Chorsuga ketish yo'li. Mana shu yerdan shunday kirganimizda joylashgan yo'lni ko'rsatamiz. 4-klinikani yonida joylashgan mana shu dom. Uyimizni zalidamiz. 4 etajli dom 2-etajda joylashgan 74 kvadratli 3 xonali uy. Bu yoqda 2/6 balkonni yarmi. Ko'rishlaring mumkin. Bu yoqdan chiqqanimizda podyezddan kirish eshik. Bu yoqda esa kuxnyamiz joylashgan. Uyimizni bitta remont qilsalaringiz zo'r holatga keladi. 2/6 balkonni yarmi o'tiradigan joy qilingan bu yoqda. Bu yoqda esa bitta sanuzel. Bu yoqda alohida vanna joylashgan. Bu yoqda bitta spalni joylashgan. Bu yoqda esa katta zalni razmeridagi bitta spalni. Bu uyimizning narxini $82.500 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.